Assalomu alaykum muhojir ovoz obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Biz sizlarga ustakalarimizni ish jarayonlaridan lavhalar qo'yishda davom etamiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Parizalar boshlandi. Shkaturkalar deyarli tugadi. Bu xona ham shkaturkasi tugadi. Bunning atkoslari qoldi, xudo xolasa. Shularni qilsak, endi bu yerda bular patologik sakazon bo'ladi. Shkaturkasi tugadi. Nimasi qoldi? Atkoslari qoldi. Buni so'rab chiqarib qo'ysak, bu holatda bitta bo'lsin. Inshaalloh. Bularni olsak, shkaturka davom etadi. Keyin maylarga kolonna qilinadi. Keyin bu yerda shkaturkasi bo'ladi. Böyle gitsek ağzını çekiyordu. Biz mana lesinsalar ham tugagan, atkoslari qoldi. Yani birinchi etaj demontaj boshlandi. Yani materiali kelsa, bu yerni boshlaymiz. Mana shu devorlar demontaj qilinadi. Mollar ham demontaj qilinib, перегородка qilinib ketadi. Devorlarni qonuniy demontaj qilish boshladi. Patologlar hammasi Amsterdam bo'ladi. Patolog hammasi polni Amsterdam bo'ladi. Anaqalarini to'qib tayyor qilib qo'yganmiz. Ular tayyor. Shu derazalar polni gipsakarbon bo'ladi. Yopib yuboramiz. Bu yerda deraza bo'lmaydi. Oynalar. Şuna zarar verir. Sağ bo'linglar, omon bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz o'z ishlarimizni qo'yishda davom etamiz sizlarga.